O'rtoqlar, bunaqasini ko'rmagansizlar. Hosil bayrami Amerikada, hosil bayrami deymizmi, festival deymizmi, bahor boshlanishi bilan bo'ladigan mana shunaqangi kovboy fermerlarning festivali. Juda ham ko'p odam to'plangan Texas shtatini Sweetwater degan shaharchasiga yetib keldik. Oldingi videomizda o'sha haligi shamol turbinalari haqidagi videomiz fermer aka bilan sayohat qildik. O'sha joyga yetib keldim yana. Kechasi bilan yo'l yurib, 500 kilometr atrofida yo'l yurib yetib keldim. Pechenyemi? Ha, Kim tayyorlagan ularni? ilmadim. Ha, ularni har biri $6 dan. Birinchi sinf tugatdimi? Ikkinchi sinfga boradimi sentyabrdan? Ikkinchi sinfda demak. Men biror marta u ko'rgazmada bo'lmaganman, lekin o'ylashimcha bu tomosha ilonlarni yoqtiradiganlar uchun bilishimcha bu ko'rgazmaga butun dunyodan tashrif buyurishadi. Mana bunisi yoqyapti menga. Bu shokoladlimi? Karamel va shokoladli. Yaxshi bo'ldi, shuni olaman. Rahmat. Ha, rahmat, katta rahmat. Xayrli kun. Mana shunaqa hosil bayrami. Bu yerda ilonlar hosil bayrami eng qizig'i. Hozir ichkariga kirganda hammasini ko'ramiz. Buni bahonasida mana bu tomonda boshqa har xil xizmatlarni ham taklif qilishyapti. Odam juda ko'p. Parkovka pulli ekan. Parkovkani hozir shu yerda turib olib $10 dan borib bizga qo'ying, bizni joyimizga qo'ying deyishyapti. Joylar juda ham ko'p, odamlar ham juda ko'p. Mana bu yerda o'sha qo'lda qilingan varenyalarni shunaqa narsalarni olib chiqib sotishyapti. Balki sotib olgandir. Mana pechenyeni qo'lda qilgan bo'lsa kerak desam, yo'q, buni sotib olishgan ekan. Mana bu yerda Mercedes'ni reklamasi, o'sha Mercedes kompaniyasi endi mana shu marosimdan foydalangan holda reklama qilyapti. Mana bu yerda shu kovboy qizlar ko'rsatib turishibdi, qayerga borish kerak. Parkovkada Texascha kovboycha fermerlarni bayrami Nolan okrugi Coliseum, ya'ni o'sha ko'rgazmalar maydoniga keldik. O'sha joyda bo'ladi. Endi shuncha odam to'plangandan keyin bular asosan ovqatlanib, yeb, ichib, xursandchilik qilishadi. Kirish $15 ekan, kattalarga 12 va undan kichkinalar uchun $10. To'lov qildik, 20 berdik. 5 qaytib berishdi. Endi pechat. Yes. Qo'lga pechat qo'yib berishdi. Endi bu qancha turadi? Shu bilan ruxsat. Mana shu joyda asosiy festival. Har yil o'tkaziladi bu narsa. Barchasi bilan gaplashib, odamlar bilan umumiy ma'lumotlarni hammasini bilamiz. Bular hammasi o'sha haqiqiy ilonlarni nima qilinganida. Haqiqiy ilonlar. Fermerlar tutishgan dalildan bu yerlarda juda ham ko'p shaqildoq ilonlar bor. Shunaqa juda ko'p bu yerlarda shaqildoq ilonlar bor. Bular o'sha quritib yasalganlari bo'lsa, tiriklari bu tomonda. Hozir tiriklarini ko'ramiz. Endi buni ko'ring. Bu yerda mana ilonlarni so'yib, terisini shilishyapti. Xohlagan odamlar agar o'zingiz narsangiz bo'ladigan bo'lsa, $60 ga qilib berishar ekan, rasmga tushar ekansiz. O'zingiz ilonni sotib olasiz. Qisqasi ilonlarni hozir to'plangan joyini ko'ramiz. Mana bu fermerlar o'sha musobaqalashishadi bular. O'zlarining dalalaridan tutgan ilonlari, o'shalarning kilasi bo'yicha kim ko'p bu yil olib keldi, shunaqa bo'yicha musobaqa qilishadi. Har bir keyin g'olib e'lon qilinadi. Eng ko'p ilon tutgan fermer o'zini dalasidan degan nominatsiya bo'yicha mana bu yerda pichoqlar ekan. Pichoqlar ko'rgazmasi, pichoqlarning qinlari yasalgan, teridan yasalgan, ilon terisidan yasalganlari ham bo'lish kerak. Va mana bu joyda o'sha terisini shilishyapti. Terisini ajratib, ilonni go'shtini yeydi, pishirib. Siz ham agar xohlasangiz shu joyda pulini to'lab ilon sotib olib, lekin menimcha qilish mumkin. Ilon, so'yilgan ilon. Mana shu joydagi hozir ilonlar eng katta to'plangan joyini ko'ramiz. Mana bu bir to'plam, juda katta qismi ekan bu yerda, bilmadim endi necha mingta ilon bor. Juda ko'p ilon bor bu yerda. Dumini shaqillatadigan shaqildoq ilon deymiz bizda, rattlesnake. Mana ko'rishingiz mumkin. Texas dalalarida fermerlarning
Dalalarda bu narsalar, bu ilonlar juda ham ko'p. Paxta dalalarida, o'rmonlarda, bug'doyzorlarda, umuman mana shu Texasning shu g'arbiy mana shu qismlarida dalalarda juda ko'p yuradi. Chaqsa o'ldirmay qo'ymaydi bular. Juda ham zaharli, zahari kuchli bo'lgan ilonlar. Eshitilayotgan ovoz o'sha ilonni dumidan chiqayotgan ovoz. Juda mashhur festival ekan. Ayniqsa faqatgina shu joyda bo'ladi, tushunishim bo'yicha va butun Texas, boshqa joylardan ham fermerlar o'zlarini hosillarini olib kelishadi. Mana bu boshliq. Qaysi davlatdansiz? O'zbekistondan. O'zbekistonni bilasizmi? Albatta. Wow. Oh man, you didn't even come to see United American YouTube. Xush kelibsiz, janob. Sizga qanday yordam berishim mumkin? Hozir dunyodagi eng yirik shaqildoq ilonlar festivali bo'lib o'tyapti. Bu festival har yili mart oyining 2-dam olish kunlarida o'tkaziladi. Bu yil esa 68-marotaba tashkil qilinyapti. Ilonlar kelyapti yangi. Hozir ovchilar ushlangan ilonlarni olib kelishyapti. Avval ularni tortamiz, keyin mana shu saqlash joyiga joylaymiz. Okay. 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 Bu yerda ko'rib turgan ilonlarning barchasi atrofdagi hududlardan ushlangan yovvoyi shaqildoq ilonlar. Ular turli rancholar, fermalar va ba'zan odamlarning hovlaridan ushlanadi. Agar qayerdadir ilonlar ko'payib ketsa, odamlar bizga xabar berishadi. Biz esa borib ularni tutamiz. Bundan tashqari 20 yildan ortiq vaqtdan beri biz bilan ishlayotgan tajribali ovchilar ham bor. Bu yerda eng ko'p ilon ushlagan ovchilar uchun alohida reyting yuritiladi. Yuqoridagi kuzatuv maydonchasidagi doskada ularning natijalari yozib boriladi. Eng katta ilon ham alohida saqlanadi. Har bir qopda uni olib kelgan ovchining ismi yozilgan bo'ladi. Doskada esa har kuni qancha ilon topshirilgani qayd etiladi. Masalan, kecha jami 2205 kilogramm ilon olib kelingan. Shuningdek, har bir ovchi nechta ilon ushlagani ham alohida hisoblanadi. Bu yil ushlangan eng uzun ilon mana shu, ammo festival tarixidagi eng uzun ilonning uzunligi 2 metr 7 santimetr bo'lgan. Texas shtatida qayd etilgan eng yirik g'arbiy olmos naqshli shaqildoq ilon esa 2 metr 13 santimetr uzunlikda edi. Bizniki biroz kaltaroq bo'lgan. Juda katta ilonlarning vazni bir necha kilogrammgacha yetadi. Hammasi ularning yashash sharoitiga bog'liq. Oziq-ovqat, suv va yashash muhiti yaxshi bo'lsa, ular ancha yirik bo'lib o'sadi. Mana bu ilonlarda o'sha yetarli sharoitlar barchasi bo'lganligi uchun bular o'sgan. Men bu festival bilan deyarli butun umrim davomida shug'ullanib kelaman. Ikkinchi avlod vakiliman. Otam bu ishni 1980-yillarning boshlarida boshlagan. Men esa bolaligimdan unga ergashib yurardim. 12 yoshimdan yordam bera boshladim. 21 yoshimda esa tashkilotga rasman qo'shildim. Hozir 39 yoshdaman. Demak, qariyb 20 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman. I could honestly say I have done this all my life. Wow. Like more than 20 years. Absolutely. I'm 39 now, so if you go ahead and you think about that, do the math, I've got many years in it. Absolutely. I feel like I'm a good judge of character whenever it comes to the do's and don'ts, especially whenever you are coming across them in the wild. Agar bu yerga keladigan bo'lsangiz ko'rishingiz mumkin. Bizda ilonlarning turli xil marosimlari bo'lyapti bu yerda. Mana bu ilonni boshi tanasidan kesilgan ilon boshi ham juda xavfli bo'ladi. Boshi tanasidan uzilgandan keyin ham odamni chaqib zahar yuborishi mumkin. Xuddi boshi uzilgan tovuqning bir muddat yugurib yurishi kabi ilonning asab tizimi ham bir necha soat ishlashda davom etadi. Ilon qanchalik katta bo'lsa, bu holat ham shunchalik uzoq davom etadi.
larger snake, the longer time. Festival davomida Shaqildoq ilonlar malikasi tanlovi ham o'tkaziladi. Bu shunchaki go'zallik tanlovi emas. Ishtirokchilar o'z iste'dodlarini namoyish etishadi va g'oliblarga kollejda o'qish uchun stipendiyalar beriladi. Bu yerda olimlar ilonlar ustida ilmiy tadqiqot olib borishyapti. Avval ilonning uzunligini, dumining o'lchamini va boshqa ma'lumotlarni qayd etishadi, keyin uning erkak yoki urg'ochi ekanligi aniqlanadi. Har bir ilonning vazni ham alohida o'lchanadi. Bu bizdagi umumiy jarayonning bir qismi. Go over and get an accurate weight of each and individual snake. Agar boshdan oxirigacha ko'rmoqchi bo'lsangiz, buni hozir ko'rishingiz mumkin. Ilonlar avval kelganda tortiladi, keyin zaharini olish bo'limiga yuboriladi. No, it's a part of all Zahar the snakes that we olingach, ular ilmiy tadqiqot bo'limiga o'tadi. do. We'll go over Tadqiqot tugagandan keyin esa mening bo'limimga keladi. Men ilonlarning boshini kesib tashlayman va terisini shilib olaman. Shundan so'ng ular oshxonaga yuboriladi. Ilon go'shti iste'mol qilinadi, terisi, boshi va boshqa qismlari esa shu yerdagi savdogarlarga sotiladi. Ulardan turli suvenirlar va boshqa mahsulotlar tayyorlashadi. Texasda shaqildoq ilonlarning 13 xil turi yashaydi. Biz hozir ko'rib turganimiz esa ulardan farqli bittasi g'arbiy olmos naqshli shaqildoq iloni. Sizlarda bunday shaqildoq ilonlar yo'q deb o'ylayman. don't have rattlesnakes back at home, huh? Yo'q, O'zbekistonda bunaqangi ilonlar yo'q. Endi marhamat shu tomonga yuring, faqat ehtiyot bo'ling. Hozir qutidan tirik ilonni chiqaramiz. Live snake, all right? Good to be O'rtoqlar, mana hozir ilonlarni boshini olishni boshlashar ekan. Hamkasbim siz yoningizda turadi. Xavfsizlik biz uchun birinchi o'rinda. U kishi meni xavfsizligimni ta'minlab turadilar endi. Qiz ilonlarni oladi. No. Yes. Bu festivalning boshlashiga asosiy sabab shu. Shaqildoq ilonlar chorva mollarini chaqib, fermerlar va rancho egalariga muammo tug'dirishardi. Shuning uchun ular bu ilonlardan qutulish yo'lini izlay boshlagan, natijada shu festival paydo bo'lgan. Shaqildoq ilonlar asosan bahor faslida ko'payadi. Chunki aynan shu paytda ular qishki uyqudan uyg'onadi, uyg'ongach esa oziq-ovqat izlab faol harakatlana boshlaydi. Mana ko'ryapsizmi? Bu ilonning zahari. Mana shu uning zahari. Men shaqildoq ilonlar bilan 12 yoshimdan beri shug'ullanaman. Aslida esa birinchi ilonning terisini atiga 5 yoshimda shilganman. Shaqildoq ilonlar tabiat uchun juda foydali. Ular kemiruvchilar sonini nazorat qiladi. Agar biror hududda sichqon yoki boshqa kemiruvchilar ko'payib ketsa, ilonlar ham o'sha yerga keladi va ular bilan oziqlanadi. Natijada kemiruvchilar soni kamayadi. O'rtoqlar, mana buni ko'ring. Rahmat tashrifingiz uchun. Agar qanaqadir sizda xohish bo'ladigan bo'lsa, ilonni terisini shilmoqchi bo'lsangiz, kimdir kamerangizni ushlab turadi va biz uni amalga oshirishimiz mumkin. Kelganingiz uchun rahmat. O'rtoqlar, mana bu odam mana shu komanda bilan birga ko'rsatyapti bolachalarga. Bu yerda chakan emas, bu yerda oz emas, bu ilon mana. Hammasi tirik, hammasi nima deydi, uyg'oq desa bo'ladigan holatda. Ana o'sha mana ikkinchi odamning gapini eshitdinglar, bu o'sha birinchi boshlanishning sababi fermerlar ularni mollariga, keyin undan tashqari yovvoyi hayvon, kiyiklarga bo'lgan ilonlar yetkazgan zarar tufayli mana shu boshlangan ekan. Ularni oldini olish, bahorda o'sha uyg'onib, qishki uyqudan turib ular bu 67 yil, 68 yil oldin bu harakat festival boshlangan ekan. O'rtoqlar, Media Pass ommaviy axborot vositalari xodimlariga beriladigan ro'yxatni berib qo'yishdi menga. Kirib bemalol xohlagan joyda olishingiz mumkin deb. O'zbekistondagi muxlislarga olib borib ko'rsatasiz deb nima qilishdi. Juda muomalasi yaxshi nima ekan. Mana bu qismda o'tirganlar o'sha Nolan okrugi, mana shu yerdagi okrugga
Chamber of Commerce, ya'ni Savdo sanoat palatasi tomonidan yordam berilar ekan ular shu hosil bayramini tashkillashtirishga, chunki qancha odam keladi, har bittasi $15 kirgandan keyin juda katta bu yerga pul tushum bo'ladi. Savdo sanoat palatasi ularni qo'llab-quvvatlar ekan, kelib juda ham narsa qilib doimiy xabar olib turishibdi. Biz yil davomida turli xayriya tadbirlarni o'tkazamiz. Masalan, bolalar uchun, keksalar va nogironlar uchun Shukronalik kuni va Rojdestvo bayramidagi xayriya tadbirlari hamda boshqa ko'plab ijtimoiy loyihalar. Mana bu festival esa yil davomidagi barcha ishlarimizni moliyalashtiradi. Bu bizning eng katta mablag' yig'ish tadbirimiz. Tashkilotimiz notijorat bo'lgani uchun tushgan daromadning barchasi xayriya va jamoat loyihalariga sarflanadi. Ertaga ham ko'plab qiziqarli dasturlar bo'ladi. Masalan, soqol tanlovi o'tkaziladi. Eng uzun, eng chiroyli va boshqa nominatsiyalar bo'yicha g'oliblarni Texas go'zali va shaqildoq ilonlar malikasi baholaydi. Yana saqildoq ilon go'shtini yeyish musobaqasi ham bo'ladi. Ishtirokchilar 1 daqiqa ichida kim ko'proq ilon go'shti yeya olishini sinab ko'radi. G'oliblarga mukofotlar beriladi. Asosiy sovrinlar eng ko'p ilon topshirgan jamoa va eng uzun ilonni tutgan ovchiga beriladi. Taqdirlash marosimi ertaga soat 15:00 da bo'lib o'tadi. Sport saroyi tashqarisida esa dudlangan mol go'shti, achchiq go'shtli taom va boshqa ovqatlarni tayyorlash bo'yicha oshpazlar bellashadi. Bu festival mahalliy iqtisodiyot uchun ham muhim. Tadqiqotlarga ko'ra, u atrofdagi hududlarga o'rtacha 7-8 million AQSh dollari daromad keltiradi. Bundan mehmonxonalar, yoqilg'i quyish shoxobchalari, restoranlar va boshqa mahalliy korxonalar foyda ko'radi. Festival 4 kun davom etadi. Shaharchada 9-10 ming aholi yashaydi, ammo festival paytida 3 kun ichida 30 mingdan ortiq mehmon keladi. Shu sababli bu kichik shahar uchun yilning eng katta voqealaridan biri hisoblanadi. Mana bular doim shunaqangi kowboycha etik kiyishadi. O'rtoqlar, mana bu pavilyonda pastda harakat juda ham katta bo'lyapti. Juda ham ko'p tomoshalar bo'lyapti. Hozir bularda shunaqa xizmat bor ekanki, mana odamlar ketishyapti, mana shu joydan chiqib avtobusga chiqishar ekan. Avtobusga qanchadir to'lov qilib, fermerlarga borib ilonlarni ushlashar ekan. Endi bu tomondagilar hammasi mana shunaqa ilonlarni bolalarga ushlatish, mana dumlarini ushlatish, og'zini ko'rsatish, birga rasmlarga tushirish, o'sha Texasni kartasi bilan bog'liq bo'lgan darvozalarga, eshiklarga ilib qo'yadigan har xil belgilar, narsalarni qilishgan. Men bular endi Xitoyda tikilgan bo'lsa kerak, menimcha. Hindular ramzlari qo'lda hunarmandlar yasagan bo'lsa kerak buni. Bolalarning demak shlyapasi $35 ekan. Kattalarniki necha puldan bo'ladi endi bilmadim. Etikki mol terisidan bo'lsa kerak yoki kiyik terisidan bo'lishi mumkin bu. Mana bular o'sha kiyik terisidan bo'lishi mumkin yoki menimcha mol terisidan bo'lishi mumkin. Tagi ham haqiqiy teridan qilingan. Qo'l mehnatida yaratilgan bo'lsa kerak menimcha. Qo'l mehnatida yaratilgan. Brendining nomini tanimadim, tushunmadim. Mana bu tomondagilarni qarang. Qo'lda yasalgan sumkalar bor ekan. Xo'p, yozib olinglar-chi, izohlarda bu chiroylimi, yoqadimi bizdagilarga, bolachalarimizga umuman. Endi qo'l mehnatida bo'lgan narsalar albatta hammaga yoqadi. Endi bu tomonda ham xuddi shu narsada uzunligini qarang, bu juda ham katta ekan. Juda katta. Menimcha bu yerga tanlab olinganlar bo'lsa kerak. Umumiylarning ichidan. Ularni chiroyliligini qarang. Seskantiradigan darajada chiroyli. Bu tomonda qayishlar qo'lda qilingan. Teri deb qo'yibdi mana $39.99, $40 Mana bular $50 Kovboy usullarini qorishmasida qilingan sumkalar. Bu tomonda shlyapalar. Kovboylarni shlyapasi qanday qilib shlyapasiz kovboy bo'lish mumkin? To'g'rimi? Bu yerda futbolkalar $13 ekan. $90 ekan. Mana ilonning terisi va dumi. Mana bu yerda ilonning boshi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Umumiy festival qurollar ko'rgazmasini reklamasini qilib turishdi. Juda ham ko'p odamlar kirishyapti. Tashqarida odam juda ko'p. Turkey Lakes here.
Ha, janob, hozir kurka oyoqlarini tayyorlayapmiz. Taxminan 20-30 daqiqada tayyor bo'ladi. Aytgancha, ismim Bill, men Seymour Professional o't o'chiruvchilar uyushmasi prezidentiman. Bu yerda kurka oyoqlari, dudlangan kolbasalar va futbolkalar sotamiz. Shu bilan birga mushak distrofiyasi uyushmasi uchun etikni to'ldiring xayriya aksiyasini ham o'tkazyapmiz. Yig'ilgan mablag' mushak distrofiyasi bilan kasallangan bolalarning davolanishi va zarur ehtiyojlari uchun sarflanadi. MDA yozuvi tushirilgan o't o'chiruvchilar etiklariga istalgan odam xayriya qilishi mumkin. Ovqat va futbolkalar savdosidan tushgan mablag' bizning uyushmamizga tegishli, lekin uni o'zimiz uchun emas, mahalliy hamjamiyat uchun ishlatamiz. Masalan, bu yil Shaqildoq ilonlar malikasi tanlovi ishtirokchilaridan biriga homiylik qildik. Shuningdek, bolalar va mahalliy sport jamoalariga ham yordam beramiz. Har yili avgust oyida bolalar uchun avtomobil o'rindig'idan xavfsiz foydalanish bo'yicha tadbir o'tkazamiz. O'rindiqlarni bepul tarqatamiz va bolalarga bepul ichimliklar ulashamiz. Demak, festival davomida ikkita xayriya loyihasi olib borilyapti. Ovqat va futbolkalardan tushgan mablag' mahalliy hamjamiyatlarga xizmat qiladi. Etiklarga tashlangan xayriyalar esa to'g'ridan-to'g'ri mushak distrofiyasi uyushmasiga yuboriladi. Do'stlar, mana shu joy qurol yaroq nimasiga kirish joyi ekan. Ovqatga navbatga turishibdi. Texasliklar ham bizga o'xshagan go'shtxo'r. Mana $5 ekan kirish, 12 va 12 yoshdan kichkinalar uchun tekin ekan. Endi bo'pti, mayli kirib ko'ramiz. Mana bu yerda qurollar festivali. Sotib olishingiz mumkin, sotishingiz mumkin. Bu yerda o'sha ov miltiqlaridan tortib, o'zini himoya qilish uchun mo'ljallangan miltiqlargacha bor. Miltiqlarning hamma turlari bor bu yerda. Selet narxi $595 ekan. Buniki $560 ekan. Buniki $525 ekan. $1000 dan boshlanar ekan. Bu ham $1000, $1600 ekan. Mana bunisi $800 dan boshlab $4000 gacha ko'rdim. $500. Mana bu $2000lik. Mana bu ham $2000 ekan. Narxlarni tushunishga harakat qilyapman. Bu yerda ikkita quti uchun $80, shunaqami? Har bir qutida nechta bor? Har bir qutida 50 ta o'q bor. Va bu o'qlar har biri ma'lum bir qurol turiga mo'ljallangan. Har bir qutida 50 ta yuqori sifatli o'qlar, shuning uchun ular sal qimmatroq. Arzonlari ham bor. Arzonlari asosan zavodlarda ommaviy ishlab chiqariladi, shuning uchun arzonroq bo'ladi. Lekin bular qo'lda ishlab chiqarilgan, shuning uchun qimmat. Har bir qutida bu bizni tashkilotimiz tomonidan ishlab chiqilgan va har bir quti $45, ikkita olsangiz $80 ga tushadi va buni ichida soliq ham yotadi. Umumiy narxi shundan iborat. Qancha biz 4 yildan beri mana shu sohada faoliyat yuritamiz va tashkilotimiz Texasning Abilene shaharchasida joylashgan. O'zimizni otish maydonimiz ham bor. Keyingi safar yo'lim tushganda men albatta sizga telefon qilib borishga harakat qilaman, chunki men umrimda qo'limda qurol ushlab ko'rmaganman. Bu tadbir davomida bu narsa g'alatiroq ko'rinishi mumkin, lekin bu fakt, bu haqiqat. Biz sizga yordam berishdan xursand bo'lamiz. Har bir kishi qayerdandir boshlaydi. Birinchi marta uchun siz uchun mana bu yaxshi tajriba bo'ldi degan umiddamiz. Agar yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Katta rahmat. Albatta telefon qiling. O'q sotib olmoqchi bo'lganlar uchun o'qlar bor. $800, $650, $935, $1200. Bu joyga olish mumkin emas. Yana ayniqsa jahli chiqqan qurollarni sotadigan odamlarni olmaganing yaxshi dedi. Shuning uchun sekin chizamiz. Bunaqa tomoshalar juda ham ko'p bo'ladi. Texas bo'ylab, Amerika bo'ylab.